Yo'l harakat qoidalariga amal qilmaslik, mavjud qonunlarni mensimaslik va e'tiborsizlik natijasida ko'plab insonlar bu yorug' olamni tark etishiga, bir umr mayyib majruh bo'lib qolishiga olib kelmoqda. Ana shunday hodisalardan biri joriy yilning 9-iyun kuni soat 16:00 atrofida Yangiariq tumani hududidan o'tuvchi D220 avtomobil yo'lining 22-kilometrida sodir bo'ldi. Joriy yilning 9-iyun kuni soat taxminan 16:00larda Yangiariq tuman hududidan o'tgan D220 avtomobil yo'lining 22-kilometrida Cobalt va Nexia rusumli avtomashinalar ishtirokida o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Ushbu yo'l transport hodisasining asosiy sabablaridan biri tezlik me'yorlariga amal qilmaslik, qarama-qarshi yo'nalishga chiqib harakatlanish oqibatida sodir bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan Yangiariq tuman ichki ishlar bo'limi tergov guruhi tomonidan dastlabki tergovga qadar surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli yurtdoshlar, o'zingiz ko'rib, guvohi bo'lib turganingizdek, viloyatimiz avtomobil yo'llarida haydovchilarning yo'l harakati qoidalarini qo'pol tarzda buzishlari oqibatida mana shunday yo'l transport hodisalari sodir bo'lmoqda. Hurmatli harakat ishtirokchilari, ayniqsa haydovchilar, yo'llarda harakatlanganda yo'l harakati qoidalariga to'liq amal qilishlaringizni va haydovchilik madaniyatiga rioya qilgan holda harakatlanishlaringizni so'rab qolamiz. Har ikkala transport vositasining ko'rinishi ro'y bergan bu ko'ngilsizlikni nechog'lik ayanchli ekanidan xabar berib turibdi. Bu tasvirlarni ko'rgan har bir haydovchining yetarlicha xulosa qilishiga qodirligi aniq. Shunday ekan, xulosa albatta o'zingizdan. Mashinani katta tezlikda boshqaraman deb, nafaqat o'zingizni, balki atrofdagilarni ham hayotini xavf ostiga qo'ymang. So'ngra afsus va nadomat chekishdan foyda yo'q. Yo'llarda harakatlanganda qonun qoidalariga amal qiling.